iyun. Вообще yonmayapti. Mana buni ahvolini qara. Ekrani ham yonmayapti, ovoz ham eshitilmayapti. Telefonim ahvolini qaranglar. Iltimos, faqat ustimdan kulmanglar. Hozir yo'l aka, Yunusobod Sayramda joylashgan diskont magaziniga keldim. Uzmail zapravkasini yonginasida eshitchimcha betda hozir telefonlarga rosa ham katta skidka ketayotgan ekan. O'rtoqlar, uncha bitovoy texnikalarda hali qilinmagan skidka diskontga ketayotdi. Birga telefon olinglar, tanlashib olinglar. Voy, salqingina ekan. Betda hamma texnikalar bor. Kir mashina desam, dazmol desam, xolodilnik, televizor, lekin menga telefon kerak. Ketib tanlaymiz. Galaxy A56 telefoni hozir rosa ham trendda. O'rtoqlar, bu telefonlarni 12 oy muddatli to'lov asosida olsanglar ham bo'ladi. Juda ham zo'r. Demak, bu telefonni oyiga 499 ming so'mdan olsanglar bo'ladi. Honor X9C telefoni ham juda zo'r. Oyiga 459 ming so'mdan olasizlar. Premier telefoni oyiga 299 ming so'mdan. Redmi A5 telefoni oyiga 139 ming so'mdan va Ajib 10 telefoni ham zo'r, zato arzon, oyiga 99 ming so'mdan. Qaysi birini oling? Maslahat beringlar. Ha, aytgancha bu maxsus narxlar diskont do'konini barcha filiallarda bo'lib o'tadi. Chegirma sanasi esa iyun oxirigacha bo'lib o'tadi.